kuyasan. Qaro kunda ularni bir-bir qochganini ko'rib kuyasan. Sen o'ylagan dunyo emas u, qadamingda aldov xiyonat. Sen ishongan mard do'stlaring ham mol dunyoning do'stidir faqat. Odamzodga nafsu hasad yor, har kimsaga dardingni aytma. Yaratganga xiyonat qilgan, avlodingdan vafoni kutma. Sevgan yoring farzandlaring ham ba'zan seni ko'zga ilmaydi. Ularga yuk bo'lib qolsang gar, achchiqlanib qadring bilmaydi. Sodiq do'sting Allohdir Alloh, va u bergan ota onangdir. İşansang sen ularga ishon, do'stlaringni mehri yalg'ondir. Assalomu alaykum do'stlar. Videoga like bosib obuna bo'lsangiz, bundan juda xursand bo'lamiz. Bilasizlar, bu biz uchun juda muhim. Video haqida o'z fikrlaringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Bizni yana tomosha qilayotganingiz uchun katta rahmat.